Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va YouTube ahli. Xudo xolasa biz ham mana 8-oxirgi 8 etaj bo'ladi. Endi bu etajimizni boshladik. Satarkani. Zakotovkani boshladik. To'loy olganmiz, nafs ochlik qilib, hali blok pastda hammasi. Hali bu prorabimiz bo'ladi mana. İsmi Konstantin. Bilmayman qanaqa millatligini yo'q. Nima bo'lyapti? Kranchini shunaqa zeriktiramiz, faqat balkonga, plashatka mana yoqda qolib, faqat balkonga olamiz. Bu salqinda brigadir o'tiribdi, brigadir. Bizi prorabimiz vod ketyapti. Shunaqa gaplar. Mana hali bir dona g'ish bosilib yo'q bu etajga. Tezkor ustalarda lideri mana. Bosa-bos kanaliga qo'shilib olinglar. Faqat like-ni bosib olinglar, biz ham blokni bosamiz.